Men magazinda butun yordam berganman. Yana amakimga mo'llarga kirishga yordam berganman. Keyin oyimga yordam berganman. Barakalla. Keyin buvimga o'qishga o'rganman. Barakalla o'g'lim. Yaxshi. Qani? Men Muslima qizim. ayamga keyin uy supurishganman, pol artishganman, chaylarni artishganman. Judayam yaxshi. Qani Soliha qizimiz? Men oyimga har doim yordam beraman. Supuraman, pilisof qilaman, ayam kelguncha uylarni yig'ishtirib qo'yaman, devorlarni. Uylarni supurib turaman, hamma joyini artib qo'yaman. Barakalla. Sarvinoz qizimiz? Men akamga yordam beraman, ayamga supurishga yordam beraman, uyni tozalayman. Ayam yo'qligida o'zim tozalayman, hech kimga kirgizmasdan o'tiraman. Barakalla. Imronbek o'g'lim? Ayamga yordam beraman, bujovniga yordam beraman, adamga yordam beraman. Ayam ishga ketganda uyini yig'ishtirib qo'yaman. Top-toza qilib qo'yamiz akamnikilarni. Keyin tashqarilarni supurib qo'yaman. Barakalla. Judayam yaxshi. Barakalla. Zo'r.